bu qitimqi safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Hey, telefon tizimde pul kaçta bakı? Aydık kaçın durgun. Mümkün telefon kemmeye olsa. Telefon bakmam sen. Ben telefon kısam nemdeyim ha? Ben telefon kısam o adamı oldurat kadar yok kal bende. Hey. Yalnız sen telefon bakamsa ya. Ben telefon kılın nemdeyim onunla. Hem sakla bakayım. Ha? O adam yol deyip buldu mu ha bu işler? Nim yatıydı? Ha? Yatıyıp baksın ha? Yatıyıp baklığa bulsa. Qanday qilma? Siz degandek eng yaxshi rejissyordan biri deb qo'ydim. Xotirjam bo'lsangiz bo'ldi endi. Uras shunda qabul etdikmi? Albatta shunday bo'ldi-da. Bu ishda sizga o'xshash qobiliyatli, talantli, eng muhimi yangi ihtiyarlik odamlarni topmasam, tug'in ilonni sizga qanday yoritdimi deyman. O gapingizga to'g'ri. Bu jihatdan men sizga ishonaman. Rahmat. Meni ishonganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Lekin siz xotirjam bo'ling. Men topgan bu bola hech kimga o'xshamaydi. O ishkil o'lkadagi bu kino televiziya maktablarini bitkizib, o'qishga to'ymay, davomli o'rganib, davomli tirishibdi. O rejissyorlikdan bir necha filmi o'sha mamlakatimizda nurg'un mukofotlarga erishibdi. Eng yaxshi rejissyor, eng yaxshi ijodiyatchi, ish qilib bajjiga olgan mukofot. Gapingizdan qaraganda, ems u bir talant egiskanda. Uning o'sha yurtiga bo'lgan muhabbati, ishkir o'lkada qilib taraqqiy qilish orzusidan voz kechgizib, mushiyaning kino televiziya taraqqiyotiga bir kishilik to'pisini qo'shmoqchi ekan. To'lpaga telefon kelib qoldi. Satolda. Biz sifatto'g'u. Ma'qul. Hamsa unga yaxshi maslasha. Qolganiga men bor. Bo'ldi. Ya adaş, oldu ümitsizlenme adaş. Ölmegen canda ümit doğadaydıgan gap var. Yapımızsa, biz nemedi kuruluş kılıvatkan yanın dervası qaraydıgan dervasa yok ki adaş. Eşet işlep bakımsı ya. Akile. Ha? Qara akile. Huzuruңларда bo'lib atqani Parvona mahsulotlari tojdorligidagi Turpanga safar filmi. Avval tam anne kalam debdik aka. Bugun oldindan tamoqni yeyilib, undan paranglashayli. O'zim bir mehmon qilaysizmi? Ha? Voy, bak kayıpsanma. Ha? Voy, ish qilsam, ila aka. Manda qo'soq to'ypaq bog'li. Uzun bo'pti-ki. Ana ma'nonim yema, ish qolmasa. Bo'ldi aka. Naq kelib kelayli. Nima sizlarga e'lon ishlaymi? Bu çok qara. Ürümçi Şicaat Soğuçaklık şirketinden Parvona mahsulotlarining har xil meva ishimliklarining, undan qochliq tamoqlarining e'lon etdi. Voy, xotirjam bo'lg'ina.
Şimdi razı qildik pul verme. Siz to'limi esil odam ekansiz. Sizcha meni talant ekisini to'nay oldingiz. Men butun talantimni joriy qildirib bu ilonni cho'qim yaxshilayman. Hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lsin. To'xtamma. İmzalı ver. Siz to'limi sehi odam ekansiz aka. Hisob tuqtis ayrilmas debdiki. Keyinde. Şunlarını to'g'ri to'shqilasa. Banka kartani nomini mizyo'ta. Aslida. Oshkora qilib o'rutmajmi pulni? Aras. Pendiring bilan uskunlaring to'liqdi. Ha, to'liq. To'liq bo'lsa yaxshi. To'liq. Hammasi pa. Ularchu, meningdimi qoldi talat egalari. Ras. Unda nayt yaxshi. Yeza. Mana ispil dov. Bu sizni qolsin. Ansi ben berib e'lonni tayyorligini qilishtiray. Hisobat ne bu yoq? Yurganda tikib yotdimi? Ana hozir berib qilay. Çatak çıktı. Nimish bo'lding? Ügre. Nima ugra? Enim dadam apalarni ilib bizning uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qishi ish qisib ekan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Ha. Acayip o'xshabdi. Ha? Qizim, yana bir chini aytchiqing ha. Ma'qul dada. Xotin, tomoqni qanaqa qildingiz? Parvonadan so'ra. Parvona? Parvona tayyorgarchilik tomoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi. Oy, to'xtang. Nim bo'ldi? Hoy, esimiz bo'lmaydi. Nimaga? Samirib ketsa. Nima yeymansan? Mana ma'niya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangirpin to'zir bo'lsa, samirib ketishdan ansirmisimiz bo'ladi. Ham bir xil payza, parvona shirinlik kangirpin to'ziri. Voy bizning dağlıq rejissörga qaptı-ku. Tanımay qağıltaslı qaptı mən. Hanim dostundum. Uzaq hop görüşmegili. Özün yaxşıma? Ben yaxshi, o'zingchi? Yaxshi. Shu bir ishqirdan film kepdika, shu ishlarni aldirashib ketdim. Yaxshi turibsa. Mana, ishga kirib boramiz. Bo'ldi. Senimi avar qilmay. Qarsam aldirashgansa. Gapni qisqa qilay. Menga yordaming kerak. Nima yordam? Men bir e'lon suratga maqshadim. Shu naqmayda ovoz epasang bo'ladi. Qachonga? Sen ma'qulsan, men tayyorlikni boshlayman. Buni filmni sen naq maydonda opib ovoz olsangmanda? Men bosh shunda o'ylashgan. Lekin boshqalar o'xshamaydigan bir e'lon totaydi. Əmisə, mən biraz vaqt bəgin. Mən miyət kişilərimni o'rlashtirib, o'rnimga odam tepib yurib, andan keyin o'qtay. Bo'lamda. Ma'qul. Bo'ldi. Rahmat sana. Hech qisi yo'q. Yana aloqa qilamiz. Ha? Ma'qul. Bo'ldimsa. Yaxshimisiz qanqiz? Chechingizni qanday yasatqingiz va? Yaxshimisiz? Ozroq kesib qo'yamsiz chechimni. Ma'qul bo'ldi. Amsa chechingizni odatda satrash kesamdi yoki ustam kesamdi va yoki xo'jayin kesamdi? Qana farqi bor? Odatda satrash 59 koy, ustam 79 koy, xo'jayin 99 koy. Ona bo'lsa shu 59 koylik kesib olsin. O'ma bo'ladi. Voy. Xo'jayin qiz chaqira. O'ma bo'ladi. Endi kallangiz ishildi. Sal taqirib turing, ha?
Yaxshimisiz xonqiz? Mening ismim Yasin. Ha, siz baytan qiyliqi. O degan Jason, uni unutib ketdim. Jason? Siz tunji qitim bizning do'konga kelishingizmi? Ha. Bo'ladi. Chechingizni qanday layligingiz bor? Chechimni Qarab boqing, ha? Men sizga machash posonini tavsiya qilay. Ay qarang, bu mening chechim buna kalti tursa, bu uzun chashga faqat buni qig'il bo'lmaydi. Buning ishi oson qarang. Boshda machachingizga chash ulaymiz, keyindan bo'yaymiz, oxirida bidra qaytamiz. Shunda yarashiladi. Ha. Mayli. Ulan. Ma'qul bo'ldi. Aytib turing. Nech pul? Voy pak azan, aralli 3000 qo'y. 3000 qo'y? Voy baq qimmatgan-ku. Amsa men sizga 20% e'tibor qilay. Siz men faqatla 2400 qo'y bersangiz-da bo'ldi. Lekin ma chechingizni quvvatlamasak bo'lmag'idak. Men sizga eng tuvan bahada chechingizni quvvatlab qo'yay. Siz men faqatla 6000 qo'y bersangiz-da bo'ldi. Ha, bo'ldi. Unda bo'lsa, chechimni kesib qo'ying, ha, bo'ldi. Ama qanday kesimiz? Ma ikki tarafini shalon oltimiz, olti taraf chechimni ozroq kesib qo'ysangiz bo'ldi. Ma. Bo'ladi. Naga? Al qaytirib bering menga. Apartishni. Apartoq. 59 qo'y. Avar bo'lma. Sami? Nelar ketding? Nimada yo'q aksa? Nimaga meni ursa? To'qildingmi? Qilmadim. Sencho? Men qildim. Sen meni to'yim qatnashmading-a? Nega odam? Nimani jonga solmaydi nima bu? Bo'ldi, ag'rib ketdi. Kim seni meni to'yim qatnashmadingmi? Mana to'liqlay deb keldim-ku. Do'konlardan xil chiroyli bezobsa? Nima ish qilib bilamsa? Yo. Burunqis ko'nab ketganlik uchun. Bo'ldi, seni eg'zing ichilgicha men kepim davolay. Menga yordaming kerak. Shoshastamsa? Yo'q. Shoshasapmisan, to'xtatib keldingmi? Men operatorlik qilib bergan. Qo'y, chaqchaq qilatamsa, sen meni dadamning orasiga qarshi chiqsinda atamsa? Hay, men undaq demadim. Shunchalar operatorlar to'sa, zangli qilib kelsa meni, ha? Men sana astoydil gap qilyapman. Unutib ket. Mening hozir oilam bor, ayolim bor. Uning ustiga dadamni ranjitsam maydi. Chaqchaq aytgan bo'lsa, ko'zini yo'qol. Sen bu kasbni shunchalik yaxshi ko'ryapsan-ku, ha? Sen yaxshi operator bo'lib, cho'q filmda qatnash qilmoqdi-ku. Aytmasa dadamning orzusi uchun menga bir satranj o'ynashmoqchimi? Dadam bo'lmasa, nima keltirman? Dadam men uchun shunchalar bedalan to'lagan to'sa, bu qancha kichik? Yo'qol. Tejam elektron savdo-cheklik şirketi Turpanga Safar filmini alohida qo'llagan. Muhitning sababidan shunday bo'lib qoldi. Shundan deb turaylik. Uzun bo'ldi, yo'qolib ketdim. Baribir sana depasam tushunmaysan. Undan dema. To'y boqqa kelmagansan?